va bu duo nabiy sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan duo va o'zlari ham vasiyat qilganlar. Bu musulmonlar ko'pisi sunnatlarni tark qilishgan sunnatlardan bittasi. Vaqtiga bir kishi bir toza uy sotib olsa yo toza yer sotib olsa, uni ustiga uy bino qilmoqchi bo'lsa va yo kiroya olgan bo'lsin. Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat bo'lgan, Imom Nasoiy sunanlariga kelgan ekan. Aytgan ekanlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, yomon hamsoyadan panoh istanglar. Alloh subhanahu va taoladan talab qilinglarki, yomon hamsoyadan uzoq qilsin sizlarni. Turargoh joyidan. Nimaga? Hamsoyaki, musofir hamsoya bir kun, ikki kun odam ko'taradi yomonligini, keyin ketishadi, har qaysi judo bo'lib ketishadi. Ammo turargoh joy, uyiki bitta uy tuzatadi, sotib oladi, ana unga ketolmaydi, qoladi o'shanga. Ana o'shandan Alloh subhanahu va taoladan shu hamsoyaning yomonligidan panoh istasin. Alloh subhanahu va taoladan. Bu duo Allohumma inni a'udhu bika min jaris su fi daril muqamah. Ya Alloh, mani yomon hamsoyani yomonligidan panoh bergan, turargoh joyimdan. Bir kishi zahmat qilib pul jamlaydi. Pul jamlagandan keyin bir joy uy bino qiladi. Bino qilib bo'lgandan keyin hamsoyasi yomon chiqsa ham norohat bo'ladi. Hatto fikri ham tashvish bo'ladi. Hech o'zi ham norohat bo'ladi yomon hamsoyadan. Uni uyida ham toza tuzatgan, tashlab ham ketib bo'lmaydi, qiynaladi. Va ba'zilar bor majburlikdan hamsoyani yomonligidan ketadi. Uyda tashlab ketadi, arzon sotib ketadi. Nima sabab? Hamsoyani yomonligidan. Va o'sha uchun mana shu duoni ko'paytirishsin. Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi daril muqamah. Aw kama qala alayhi